Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Navbatdagi briefing qurilish materiallar sanoatida energiya audit tahliliga bag'ishlanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 23-sentyabr kuni qurilish materiallar sanoatini rivojlantirishga bag'ishlab kengaytirilgan tarzda o'tkazilgan yig'ilishda 34 ta qurilish materiallar ishlab chiqarish korxonalarida 2024-yil 1-noyabrga qadar energiya auditi o'tkazilib, 300 million kilovatt-soat elektr energiyasini iqtisod qilish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish topshirig'i berilgan. Mazkur topshiriqlar ijrosi doirasida Sanoat qurilish materiallari uyushmasi, Energetika vazirligi, elektr energiyasi, neft mahsulotlari va gazdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi bilan birgalikda energiya sarfi yuqori bo'lgan 34 ta korxonalarda energiya auditi o'tkazilishi belgilandi. Shuningdek, energiya samaradorlikni oshirishga qaratilgan energiya resurslarini iste'molini qisqartirish dasturi ishlab chiqildi. Unga ko'ra 2025-27-yillarda 303,6 million kilovatt-soat elektr energiyasi va 7,3 million kub metr tabiiy gazni iqtisod qilinishi belgilandi. Xususan, belgilangan choralarni amalga oshirish natijasida 2025-yilda 3,5 million kilovatt-soat elektr energiyasi va 6,7 million kub metr tabiiy gaz, 2026-yilda 121,2 million kilovatt-soat elektr energiyasi va 659 ming kub metr tabiiy gaz va 2027-yilda esa 138,9 million kilovatt-soat elektr energiyasi iqtisod qilinadi. Sohada energiya sarfi quyidagi omillar orqali iqtisod qilinadi. VCR texnologiyasini joriy etish hisobiga 208 million kilovatt-soat elektr energiyasi, quyosh panellari o'rnatish hisobiga 54 million kilovatt-soat elektr energiyasi, tabiiy texnik chora-tadbirlarni amalga oshirish hisobiga 21,9 million kilovatt-soat elektr energiyasi va 1,4 million kilovatt kub metr tabiiy gaz, reaktiv kondensatorlar o'rnatish hisobiga 9,6 million kilovatt-soat elektr energiyasi, modernizatsiya va rekonstruksiya ishlarini amalga oshirish hisobiga 7,6 million kilovatt-soat elektr energiyasi, energiya samarador texnologiyalarini joriy etish hisobiga 1,8 million kilovatt-soat elektr energiyasi va 5,8 million kub metr tabiiy gaz iqtisod qilinishi rejalashtirilgan. Joriy yilning yanvar-mart oylarida 33,1 million kilovatt-soat elektr energiyasi va 10,9 ming kub metr tabiiy gaz iqtisod qilindi. Mazkur natijalarga Andijon viloyatidagi Andijon VCC Sement mas'uliyati cheklangan jamiyati va Qarshi Konch Sement mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan VCR texnologiyasini joriy etish, Reko Brand Sement mas'uliyati cheklangan jamiyati, Shangfeng Bridge Friendship mas'uliyati cheklangan jamiyat hamda Qarshi Konch Sement mas'uliyati cheklangan jamiyatlarda quyosh panellarini o'rnatish hisobiga erishildi. Shuningdek, boshqa chora-tadbirlarni amalga oshirish hisobiga yanvar-mart oylarida 606 ming kilovatt-soat elektr energiyasi sarfi kamaydi. Jumladan, Navoiy viloyatidagi Qizilqum Sement aksiyadorlik jamiyati tomonidan reaktiv kondensator qurilmalarini o'rnatish quvvati 3,5 ming kilovatt-amper va reaktiv energiyani avtomatik tartibga soluvchi 15 ta qurilmani ishga tushirish hisobiga 190 ming kilovatt-soat, tashkiliy texnik chora-tadbirlar, elektr uskunalarini kapital ta'minlash hisobiga 10 ming kilovatt-soat elektr energiyasi iqtisod qilindi. Bundan tashqari, Toshkent viloyatidagi Bekobod Sement aksiyadorlik jamiyatida ko'mir yoqilg'isiga o'tishi natijasida joriy yilning birinchi choragida 10,9 million kub metr tabiiy gaz iqtisod qilindi. E'tiboringiz uchun rahmat.